Assalomu alaykum. Navoiy tadbirkorlari uchun non chekish apparatini tavsiya etamiz. Non pishiruvchi texnologiya 40 daqiqada 800 dan 1800 tagacha non cheka oladi. 30 dan ortiq qoliplarga ega. 100 grammdan 7 kilogramgacha turli o'lchamdagi nonlarni tayyorlay oladi. Texnika qulayliklari: past kuchlanishli elektr energiyasida ham ishlay oladi. 2 yillik kafolat mavjud bo'lib, 176 dan ortiq mamlakatlarga yetkazish va o'rnatib berish xizmatlari amalga oshiriladi. Ushbu texnika bo'yicha to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing va texnika bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Charchamayapsizlarmi? Bugun mana 7 yildan beri kuzatib keladigan qadrdonim. Va to'g'risini aytaman, chunki 7 yildan beri agar qilayotgan hunarlaringizni ko'rib boraman. Mana hozir bir narsalaringizni olib boshladim degan mana ukajonim, joningiz sog' bo'lsin. Marg'ilonni qaysi joydamiz? Biz hozir Kattali mozorda. Kattali mozor degan ekan. Bu yer qadrdonlarim non shu yer o'zida ketadi. Tarqatmaysiz. Nomer ham aytib o'ting. Momoda 93lik. Aha. 752 88 nomer. Shunga telefon qilsanglar, bag'riga inshaalloh Xudo xolisa o'zi 50 grammdan 1 kilogacha bo'lgan nonni yasab bera oladigan apparat olganlar. Endi sizlar sotmoqchi bo'lsanglar, bir 3 xil 4 xil kamida qilamiz, ha? Qilamiz. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni bo'lmasa yuringlar. Yerga endi obunachilar olgan narsamni 3 vaqtli apparatimizni olganmiz, albatta turishini qilyapsizlar. Uстановка jarayonida bu yerda o'zlarini ham ko'rib, o'zingizlar kommentariyada fikr qoldirasizlar. Deganman, Bo'ladi, ha? 6 yildan beri ishlatyapman aka. Malades. O'zi marg'ilonliklar bilan borku Namanganda ko'proq tandirni ko'p kechiktirishadi. Chunki sizlarga ko'p tavsiya beradigan bunaqa mana tandirni qo'ygandan keyin ustiga qalinroq beriladi. Asha qalinroq va mana yelkasini balandroq bo'lsa, issiq yana ham zo'r ushlaydi. Shu narsaga ko'proq ahamiyat berishlar kerak. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Charchashlar yo'qmi? Hokadan jigar bu. Hokadan ochaymi aka? Bitta oching, tomosha qilaylik. Hokan non beri shirin bo'ladi. Obunachilar to'g'rimi? Hokan non beri boshqacha bo'ladi taqadir. Mana zapravkani qilib qo'yibdilar, qarang. Zapravkani qilib qo'yibdilar mana ertalabki, ya. Tegida cho'g'i bor. To ertalab ishni boshlaganingizcha bu lejib tayyor bo'ladi. Shuni ikki tomondan ko'mirni ochasiz, qizdirasiz, yopishib boshlaysiz. Shu holatda masalan bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, qadrdonim mash holatga ko'p kishi tavsiya berayotgan bitta legalga bor. Propan, metan, tabiiy gazga bitta uyda ishlatadigan katta gaz baloni obunachilar xotirjam mana shu o'rtasida hokasi bilan bo'ladigan bo'lsa, 10-12 hokka gaz yetkazsangiz bo'ladi. Ha, endi bu hokamizda issiq bo'ladi-yu, lekin issiq tafti bo'lmaydi-da, lekin olib o'ynab turgan. Agar o'sha garelkadan qo'yilsa, rangi mashturchiga dodda boradi. Ana narsaga qadrdon, xudo xolasa bitta garelkani o'xshatib beradi. Hamatlarni aka bir kilochilik qilib yamab berganman akajonim. Endi ro'zani chiqarib olsak, xudo xolasa yangilaymiz. chiqadi. Chiroyli. Qani boshlaychi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qadrdonlar ko'yladi. Xuddi qarang. Avlak baqakal oshlar, baqakal san ishlaganmiz billa. Xuddi nima deysan? Qarang. Haqiqiy novxonada bu. Obunachilar hozir zamonaviy bo'lib ketganda, men bu yerga kelib bularga pacha qo'yayotganim yo'q. Har xil xayolga bormaylar. Men ichimdagi tashqariga tilimga chiqazyapman to'g'risi. Hozir kuni ko'rsa hamma akva, kafil, endi shunaqa bir dunyo bir boshqacha o'zgacha bo'lib ketgan. Lekin mana bunaqa novxonani baribir gashti boshqa, to'g'rimi boshqa? Qo'lini eslatadi. Men bunaqa joyga kelsam beixtiyor ko'zimga yosh keladi. Chunki aqlimni tanimman. Shu novchilikda o'tgan maktabda ham daji o'qimaganmiz pashti. Men hozir xuddi eslab, men rahmatli ustam o'zimni akamda o'tib ketdilar. Ikkitalar 5 o'g'il bir qizimiz, obunachilar bilmoqchi bo'lsanglar mabodo. Shu akam bilan shunaqa novxonada ishlaganimizda ko'mir yoqilardi u paytda ham. Unaqa gaz u darajada zo'r bo'lmasdi. Keyin gazlar kelish boshladi. Endi biz yoshimiz kattaroq bo'lishgan paytida
qaysi yoshda boshlagansiz deganda mana shu hampaga bo'y yetmagan. Yetmagan. Obunachilar bor narsa. To'g'ri eslatding. Alisher, obunachilar bu yolg'on emas. Alloh bilib turibdi, qalbdagini o'zimiz bilib turibmiz. Mana shu hampaga bu yetmagan. Ishoninglar. Mana ko'rsatyapsizmi, ko'rinyaptimi? Mana shunaqa hampaga bu yetmagan. Mashinachalik stolni qo'yib olib, mana mashinachalik xamirda ishlardik. Hali hampaga tug'ilganmiz desa mubolag'a bo'lmaydi. To'g'risi. Hali ana degan odamga ishonaveringlar. Sababi nochilikda mana Allohga behisob shukr yomon bo'lganimiz yo'q. Voy jon, mashina hamma narsa. Voy, boy yemagan narsani yeydi Navoiylar. To'g'risini aytish kerak. To'g'rimi qadrdon, nima dedingiz? Mana hozir mana shu ukamizning o'zlari ham bu yerda mana ayollari bilan o'zlari non yopadilar. Kirib ayollarga qarashadilar. Hamirda mana mishalka qilsa, mishalkani ko'rsating akajonim, mana bir joy qotib qolyapsiz. Ayol qayerga ketyapti? Bu mishalka yaxshisi. Mana shunaqa mishalkada xamir qilinsa, mana ustini yopib qo'yadilar. Mana bu. Ozodalikka bu ham haligi nimada o'shna gigiyenaga to'g'ri keladigan narsa. Mana basallanib o'liga tozalanganda ichiga chang tushmaydi. Ana mayda bor. Mayda bor. Ish qilamiz. İşte pis qilib, mayga yasalgan nonlarni listlarni terasiz. Teriladi. Ana oddiylik, mana sizlarga oddiylik. Bunachilar. Hop, unni har doim bilan men sizga aytadiganday mo'tabar tarqasi. Mo'tabar bilan bitta dobri qo'shdim. Tuzi chiqyapti ona. Dobri belli. Sizga ham bittaligi yordam tariqasini narsa aytib o'taman. Qadrdonim, hozirgi kunda unni yaxshi unga minora uni eshma qilsak, foydasi ko'proq qoladi deyshadi-yu. Ashay noto'g'ri ish, qadrdonlar, noto'g'ri ish. Unni urraganni ishlatinglar, shtukada ham, sonida ham, sifatida ham, mazasida ham farqi bor. Siz o'sha arzon unni olib, eshma qilib, qiynalib, non chiqazib, qiynalmasdan toza unni o'zida qiling, noningizni 250 ustingizdan 350 grammlikqa non chiqaveradi. Menga ko'p o'zingizlar aytasizlar, qadrdonlarim. Kommentariyada fikr qoldirasizlar, sizlarni men bilaman. Nimaga sizni 350 grammlik noningiz 400 grammlikdan bizda 400 grammlik nonimizdan ham katta chiqyapti deysizlar. Men toza un ishlataman. Qadrdon, toza un ishlatsangiz zo'rlasa ham katta keladi. Bundan keyin yopganingizdan nonlar ham g'urrasiz chiqadi, yaxshi chiqadi. O'shaning uchun ozon eshmani unni arzonni olib eshma qilib ko'p topaman demanglar. Unni zo'rini ishlatinglar, o'sha ko'p topasizlar qadrdonlarim. Shuning ham narsalarga ahamiyat beringlar. Mana shu holatda ham no'g'ri issiq, lekin pechka o'chiq ekan qadrdon. Pechka hozir xokasi bor ichida. Lekin bir xona harorati futbolkada yuradigan, harorati zo'r. Tasannomada ikkita hampa. Har birida bittasini qilib bunisiga, yana bittasini qilib bunisiga. Albatta, mana ertalabda turib to'g'ri bo'lganguncha choy ichadi. Qora novat choydan. Novat choydan ichib. Yo'q, qanaqa qilib ishlatasiz? Yo'q, hozir men undan milliymi? Milterdan ishlatyapman. Mana shundan. Zo'r, 100%mi? 100% deyib. U Milterdan ishlatyapman. 3 kilo, 2 kilo? 3 kilo. Молодец. Non вообще zo'r. Ishoninglar. Просто non ustiga kela olmadik, shunga isbat qilgan. Qadrdonlarim, endi hozir apparatni yasash jarayonidan bir ko'rsatib o'taylik, akalarning vaqtlarini olmaydi, chunki ishchi saharda turib Navoiy o'zinglar bilasizlar. Saharda imom turmasdan turib turiladi Navoiychilikda, bilasizlar. Eligi hamma yotgan joyida bitta video ko'rdimda, Alisher. Qadrdon, hamma bolalar qolib yotibdi, bitta bola yo'q. Nimaga unaqa ekan deb tursam, u Navoiy ekanda. Qadrdonlarim, shuning uchun Navoiychilikni bir eligi akamiz ham ko'zlariga cho'patirgan holatda turibdilar, chunki charchaganlar. Tezroq apparatni o'rnatib berib ketsak, ertaga ayolingiz ham, o'zingiz ham endi qo'lda yasa o'tirmaysiz. Apparatga shippa qilib, uni keyin tugatayotgan bo'lsangiz, endi uni tugatasiz. Xudo xolasa aka. Non bag'iga standart chiqadi. Yo'q, 3 kilo 100% ham tusharkan, bu degani non asal bo'lib ketgan darajasini bildiradi. Olmoqchi, olib sotmoqchi bo'lsanglar, qanaqa non olib sotmoqchi bo'lsanglar, shu aytib o'tgan raqamlarga telefon qilib aytsanglar, shular nonlarni chiqazib beradilar, bemalol olib sotsanglar bo'ladi. Qadrdonlarim, sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Ukamizni ham sizlar ko'p kishilarda bir duo qilib qo'yinglar. Sababi ko'p kishining duosi inshaalloh ijobat. Joninglar sog' bo'lsin.